O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo 1-may 1967-yil Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida tug'ilgan. 1991-yil Farg'ona pedagogika institutining o'zbek filologiya fakultetini tamomlagan. Bir qator gazetalarda ijod qilgan. 1996-yildan O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida muharrir, keyinchalik bosh muharrir bo'lib ishlab kelmoqda. Uning ko'plab she'rlari o'quvchilarning qalbidan o'rin olgan. Bir gap borki, inson agar orzu qilishdan, umidlanishdan agar chekinadigan bo'lsa, to'xtaydigan bo'lsa, hayot to'xtaydi degan gap bor. Odam jismonan yashashi mumkin, lekin aslida yashamayotgan bo'ladi. Yaqinda men Farg'onaga bordim. Ko'p uchrashuvlar bo'ldi, ko'p she'rxonliklar bo'ldi. Bugungi hayot to'g'risida, bugungi o'zgarishlar to'g'risida va kechagi kun to'g'risida ham albatta ko'p savol-javoblar bo'ldi. Meni o'ylantirgan, meni quvontirgan jihatlaridan biri shu bo'ldiki, yoshlar orasida, talabalar, o'sha yangi kollejda, litseylarda o'quvchilarning orasida butunlay hayotga yangicha qarash, butunlay hayotni yangicha anglash paydo bo'lganligi va vatan degan tushuncha, el, xalq, millat degan tushuncha boshqacharoq aytish mumkinki, samimiyroq talqin qilinayotganligi, his qilinayotganligi meni juda xursand qildi.